Assalomu alaykum. Biz hozir Umid mahallasida yashovchi Boboy va Lola Tomoq xonadoniga keldik. Bu kishi mikrokredit bankdan kredit chiqartirib, tomorqasida mineral o'g'it uchun chiqartirgan. Mana tomorqada unumli foydalanib kreditdan tomorqadan tuxson bosdi. Piyoz, sarimsoq piyoz, paketlar, ismaloq, selin ekib yetishtiryapti. Xonadonning asosiy daromadi issiq xonadan, tomorqadan yillik daromadi 60 milliondan oshib 70 millionga yetadi. Mana daraxtlarda xurmolar, usta dehqonlarimizdan.